Assalomualaykum aziz YouTube shodiyorlari. Mana bir ustamizni ko'rib qoldik yo'lda. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ustama xursandchilik qilaman. Sovuqda ham sovuq bo'lishiga qaramay, yomg'irmi, qormi, iloji yo'q endi shu tanlagan kasbimiz, ishimiz shu ustachilik. Shuni orqasidan rizq topamiz. Ob-havoga, faslga qaramasdan ishlaymiz. Har xil holatlar ko'p bo'ladi. Ikki tarafda ham ayb bo'ladi. Ustalarda ham yomoni bor, klientlarda ham yomoni bor. Shuni o'rtada qilib gapirishga harakat qilaman. Hozir ham ish ko'rib kelyapmiz sovuq kunida. Nima deydi, uy egalari, ish bermoqchi bo'layotgan klientlar o'zini holatini, o'zini sharoitini tushuntira oladi, tushuntiradi hammasi. Eshitishga majburda biz turamiz. Hop. Misol, manaqa kamim bor, anaqa kamim bor. Shuning uchun arzonroqdan qilib bering. Ular sharoitini tushuntiradi. Unaqa sharoit hammada og'ir o'zi, bunday olib qaraganda. Biz ham sharoitimiz og'ir bo'lmasa, anaqa sovuqda, yomg'irda bizga ishlab nima keragi bor ustalar. Usta ham odam, bu taraf bir tarafda o'ylamasdan, odam faqat o'zini o'ylamasdan ustalarni ham o'ylash kerak degan fikrdaman-da. Narx masalasida, sovuqda ishlayapmiz. Ishlashga ishlama deydiganlar bor. Nima qilasan, sovuq bo'lsa ishlama bo'ladi deydigan deydiganlar bor. Majburmiz, bundan boshqa pul topadigan, qo'limizdan keladigan hunar yo'q. Mana shu hunarni tanlaganmiz, iloji yo'q, ishlaymiz. Kelishtirib, aslida ham shu holatda ham kelishtirib aytamiz. Shuni ham odamlarda bunday narsa borda, ustalar qishda hozir dam olayotgan bo'ladi, ish yo'q bo'ladi. Yarmini yozda qilayotgan narxini yarmini aytsak ham qilaveradi degan fikrlar bo'lib qolishi mumkin-da. Ko'p odamlar shunaqa, hammani ham shunaqa demayman. Tushunadiganlar bor, ustalarga rahmi keladiganlar bor, ustalarni tushunadiganlar bor. Hamma har xil. Lekin faqat o'zini o'ylaydigan odamlar bor. Ko'p klientlarda shunaqa bo'ladi, o'zini sharoitini tushuntiradi. Qo'pol qilib aytganda, unaqa sharoiti yo'q odam uyiga usta chaqirmas kerak deb o'ylayman. Boricha yashab tursa, keyin sharoiti yaxshilanganda chaqirib, keyinchalik qildirib olsa ham bo'laveradi. Unaqa sharoitini tushuntirib, usta ham odam sovuqda ishlayapti. Kun qisqa bo'lsa hozir sovuqda, bu sog'ligini tikib ishlayapti. Shu uyni chiroyli qilib, shu uy unga uzoq demay, 5 yil borana 5 yil, 10 yil xizmat qiladi. Ustalar qilib ketgan ishi. Ular bergan pulni ustalar rasa bo'lsa 1 oyda tugataveradi. Uzoqqa 1 oy, bo'lmasam 10 kun, 20 kunda hozir narx